Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan yangi bugun start berilgan o'zbekcha loyiha haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'rishinglarni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda bugun ertalab start berilgan o'zbekcha hype proyekt. Bu saytning nomi Liveher deb nomlanadi. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa registratsiya oynasi ochiladi. Saytdan registratsiyadan o'tish oson. Birinchi qatorga telefon raqamini yozib qoldiramiz, ikkinchi qatorga parol o'ylab topishimiz kerak, uchinchi qatorga mana o'ng tarafdagi 30-35 soni yoki sizlarda boshqacha chiqsa, o'sha sonni bu yoqqa yozishimiz kerak. To'rtinchi qatorga temamiz yoki sizlarga video opsiyanasida taklif kodini qoldirib qo'yaman, u orqali ham bemalol registratsiyadan o'tishingiz mumkin. Undan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bossak bo'ldi, biz profil yaratgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana profilga kirib olganimizdan keyin xuddi shunaqa glavniy oynasi ochiladi. Hamma yangi registratsiyadan o'tgan foydalanuvchilar uchun bu sayt bizga 6000 so'm bonus tariqasida beradi. Va bu saytga minimalniy sarmoya kiritish 40000 so'mdan boshlanadi. Minimal pulech olish ko'rishingiz mumkin 8000 so'mdan boshlanar ekan. Xohlasanglar gruppa Telegram tugmasini bosib, sizlar Telegram gruppasiga o'tib, bemalol yo'lda o'zbek foydalanuvchilar bilan fikr almashishingiz mumkin. Demak, bu yerdan OK tugmasini bosamiz, saytda glavniy oynasi ochiladi. Bu yerda sirazi bizga mahsulotlari haqida ma'lumot berib qo'ygan, aytib o'tganimizdek VIP tarifini biza 40 mingga sotsak bo'ladi va bu orqali ko'rib turganingizdek kunlik daromad 3080 so'mdan ishlab borishimiz mumkin. 120 kun ishlab berar ekan, общий daromadimiz 369 ming so'm bo'ladi. Demak, sotib olish uchun bu yerda sotib olish tugmasini bosamiz sarmoya kiritganimizdan keyin. Demak, sizlarga qanaqa qilib sarmoya kiritish ham ko'rsatib o'taman. Video davomida qolgan mahsulotlarni ham bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Demak, menimcha hammaga optimal variant bu 100 minglik deb bilaman, chunki bugungi videoda sizlarga mana shu 100 minglik mahsulotlarni sotib olaman, o'zim ham ko'rishingiz mumkin. Bu orqali biz 8400 so'mdan kunlik daromad olib borsak bo'ladi. 120 kun ishlab beradi. Общий 1 800 so'm biz ishlashimiz mumkin ekan. Lekin saytni o'zi to'liq 120 kun ishlab beradimi yo'qmi, buni hech kim aniq aytib bera olmaydim. O'shaning uchun kirib sayt haqida o'zingizlar ham tanishib, yoqsa bemalol kirib ishlashingiz mumkin. Misol uchun 500 minglik mahsulotni sotib olsak, biz kuniga 46 ming so'm ishlab borishimiz mumkin. Общий daromadimiz 5 520 ming so'm bo'lar ekan. Demak, ko'rib turganingizdek hamma mahsulotlarni bu yerda ko'rsatib qo'ygan 10 ta mahsuloti bor. Bemalol o'zingizlar ham ko'rib, kunlik daromad qancha ishlaydi, hammasi haqida ma'lumot olib chiqishingiz mumkin. Demak, hamma mahsulot adashmasam bizga 120 kun ishlab beradi. Demak, bu yerda kanalga qo'shiling, taklif topshirig'i bo'limi bor. Bu yerdagi mana shu bo'limlardan ham sizlar qo'shimcha bonuslarni olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek 20 ming, 80 ming, 160 ming va 500 minglik bonuslari bor. Shularni to'ldirganingizdan keyin bemalol sizlar shu bonuslarni olib yana qo'shimcha pul yutuqlarini olishingiz mumkin. Demak, bu yerda depozit, server, yechib olish, bank hisobi, parol bo'limlari orqali sizlar yana qolgan menyularni ko'rib borishingiz mumkin. Demak, pul yechishdan oldin biz har doim birinchi bo'lib bank hisobi bo'limiga o'tishimiz kerak. Bu yerda o'zimizning bank kartamizni saqlanib qo'yamiz. Buning uchun haqiqiy ismi deb qo'ygan, ya'ni bank karta egasining ismini yozamiz. Ikkinchi qatorga bank nomi, ya'ni qaysi bankdan olgansizlar o'shani nomini yozib qoldiramiz. Uchinchi qatorda biz bank karta nomerimizni yozamiz. Mana biz hamma qatorlarni to'ldirib oldik. Endi qo'shish tugmasini bossak bo'ldi. Bizning bank kartamiz qo'shiladi. Endi hech qanaqa muammolarsiz shu bank kartaga biz pullarni yechib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bizning hozir mening bo'limiga o'tkazib yubordi. Bu bo'lim orqali sizlar parolinglarni o'zgartirishingiz mumkin va o'zingizlarning profilinglarning statistikasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Sirli xazina sandig'ini olish uchun do'stlaringiz bilan ulashing tugmasi turibdi. Ulashish tugmasini bosib, bu saytda o'zingizlarni do'stinglarga taklif etib, yana sizlar sirli xazina olishingiz mumkin. Buning uchun mana ulashish tugmasini bosasizlar, odam kodni kiriting deb qo'ygan. Shu yerga promo kod yozish kerak. Promo kodni sizlar bemalol Telegram gruppasidan olishingiz mumkin. Demak, investitsiya bo'limi orqali sizlar sotib olgan mahsulotlarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Hozirga 100 minglik mahsulotni sotib olib ko'rsataman. Buning uchun sizga bir marta bosamiz va sotib olish tugmasini bossak, bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. OK tugmasini bosib, biz mahsulotni sotib olishimiz mumkin. Endi investitsiya bo'limiga o'tib, ko'rib turganingizdek, biz endi bu mahsulot orqali har kuni 8400 so'mdan ishlab borishimiz mumkin. Demak, sotib olish xuddi shunaqa oson. Jamoa bo'limi orqali bu saytga do'stinglarni chaqirib yana pul daromad olsanglar bo'ladi. 3 urovli hamkorlik dasturi bor, 23 va 2% tashkil qiladi. Silkamizni bu yerdan nusxalash tugmasini bosib kopirovat qilib olishimiz mumkin. Demak, mening bo'limini ham ko'rsatib o'tdim. Endi sizlarga bu saytga sarmoya kiritib pul chiqarishni ko'rsatib o'taman. Demak, sarmoya kiritish uchun depozit tugmasini ustiga bir marta bossak, xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda paper turish kerak. Misol uchun 40 ming yoki 100 ming bu yerdan o'zingizlar summani tanlab olishingiz mumkin yoki pastdan o'zingizlar yozsanglar ham bo'ladi.
Misol uchun 100 ming ustiga bir marta bosamiz, pastdan qoidalarni o'qib chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni hisobni to'ldiring, minimal 40 ming so'm deb qo'ygan, maksimal 20 million so'm deb qo'ygan. To'ldirish faqat veb-sayt orqali amalga oshirilishi mumkin deb qo'ygan. Demak, hozir depozit qilish tugmasini bosamiz, summani tanlaganimizdan keyin bizga yangi oyna ochiladi. Ya'ni bizga karta beradi, xuddi o'sha bergan kartasiga biz pullarni o'tkazib skrinshot qilib olishimiz kerak. Ko'rib turganinglardek nazivaniyya shot deb qo'ygan, Umida Sh nomi bilan chiqadi. Pastda bankovskiy shot, ya'ni 16 ta raqamini berib qo'ygan. Xuddi shuni kopirovat qilib olamiz. Humo karta ekan va 100 ming so'm o'tkazamiz. Bizga 20 daqiqa bergan. Xuddi shu kartaga biz 100 ming so'm o'tkazganimizdan keyin pastda mana skrinshot joylash uchun tugma turibdi. Shu tugmani bosib, galereyamizdan skrinshot tanlab, pastdan подтвердить платеж tugmasini bossak bo'ldi. 5-10 daqiqaning ichida bizning profilimizga kiritgan sarmoyamiz kelib tushadi va keyin boyagidek ko'rsatib o'tganimdek o'zimizga ma'qul kelgan mahsulotlarni sotib olishimiz mumkin. Demak, biz orqaga qaytamiz, qaytib oldik. Sarmoya kiritish ham oson, bergan kartasiga pullarni o'tkazib, skrinshot joylab, biz bemalol pul kiritsak bo'ladi. Sayt unaqa qiyin emas. Endi sizlarga pul yechishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun yechib olish tugmasini ustiga bir marta bossak, xuddi shunaqa oyna ochiladi. Demak, yechib olish hisobida boya saqlanib qilgan bank kartamiz turibdi. Birinchi qatorga biz summani yozishimiz kerak. Demak, balansimizda 156 ming so'm bor edi. 156 ming so'm hammasini yechib o'tamiz. Bizning kartamizga 132 ming so'm kelib tushar ekan. Demak, hop pastroqqa tushib, sizlarga yana qancha foiz bor, qanchada tushib keladi, shularni ko'rsataman. Mana ko'rib turganinglardek bizga bu yerda ma'lumot berib qo'ygan. Pullar har kuni soat 9:00 dan kechasi 17:00, ya'ni 5:00 gacha zaifga qoldirib qo'ysak bo'ladi. Minimalniy pul yechish 8 ming so'm ekan va bizdan 15% komissiya olib qoladi. Demak, ko'rib turganinglardek pul 1 soatdan 24 soatgacha kelib tushar ekan va sizlar pul yechishga zaifga qoldirish uchun любой bitta mahsulot sotib olishinglar kerak ekan. Misol uchun 40 minglik mahsulotni ham sotib olishinglar kerak ekan agar sizlar bu saytdan pul yechmoqchi bo'lsanglar. Undan keyin mana hoziroq yechib olish tugmasini bosamiz va ha tugmasini bossak bizdan 15% komissiya bilan pullar yechiladi. Aytib o'tganimdek 156 ming yechib o'tdik, 132 ming so'm bizning kartamizga kelib tushadi. Endi biz orqaga qaytamiz. Mana biz glavniy bo'limga qaytib oldik. Ko'rib turganinglardek sayt xuddi shundan iborat. Bu saytning silkasini men Telegram kanalimizga qoldirib qo'yaman. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyaga yozib qo'yaman va qanaqa qilib Telegram kanalga o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol xuddi shu tariqa o't olib, bu sayt silkasini olib, sizlar ham agar yoqsa bemalol kirib pul ishlashinglar mumkin. Demak, kiringlar, o'zingizlar ham tanishib chiqinglar. Agar yoqqan bo'lsa, aytib o'tganimdek, pul ishlashinglar mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab sizlarga umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.